Men endi juda ko'p majlislarda bo'lamiz, prezidentimiz yig'ilishlarida bo'laman. Ba'zi bir so'zlarni anglamaydigan bo'lib qoldim. Bitta so'zni eshitsam, ikkinchi bir-biriga chayqalib ketadi. Hayron bo'ldim. Keyin oldimda Farruh Zokirov o'tiruvdi. Bunday qarasam, qulog'iga bir narsa taqibdi. Farruh, "Bu nima?" desam, mashatda adresini aytdi. Men keldim. Bitta kichkina anaqamda kirgizib qo'yaman. Bemalol eshitaman. Bemalol televizorlardagi gap so'zlarni anglayman. Menga juda ham yaxshi ma'qul bo'ldi. Yosh o'tgandan keyin albatta quloqda muammolar, ko'zda muammolar, boshqa muammolar chiqadi. Bu tabiiy. O'sha narsalar o'zini kuchini ko'rsatadi. Baribir taxminan o'zimni qo'lga olaman degan taqdiringizda ham baribir nuqsonlar sizga sezilib qoladi. Shunda bemalol kelib murojaat qilsanglar, bu yerda juda zo'r mutaxassislar ishlaydi. Hamma yo'g'ini tekshirib, quloqinglarga o'sha narsani taqib qo'yadi. Bemalol eshitib, hech narsa ko'rinmaydi ham u, quloqning ichida bo'ladi, bilinmaydi ham u. Maslahatim tezroq kelib, sog'liqni oldini olishga harakat qilsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi, azizlarim.